Assalomu alaykum hammaga, charchab qolmayapsizlarmi? Bugun sizlar bilan Uzun marketdan olingan 200 qancha minglik Hoko degan, demak, naushnikni obzor qilamiz. Hoko brendi bilasizlar, o'zini arzon narxi va sifatliligi bilan ajralib turadi boshqa brendlarga nisbatan, chunki hamma narsalarni bular arzonroq versiyasini taqdim qilib bozorda o'zini o'rniga ega. Batareykalari bor, har xil, demak, aksessuarlari ko'p. Xo'p, mayli, ko'p gapirmaymiz. Men buni ochib turaman, sizlar like bosib turinglar. Men buni ochib turaman ungacha. Okay, kelishdingmi? Pichog'imiz ham uy pichog'i, bu yog'i endi jaydaricha obzor bo'lyapti. Bismillah. Bu naushnik 90 soatgacha ishlaydi degan, demak, belgi bilan, ya'ni shunaqa taklif bilan chiqyapti. Bu o'sha AirPods Max'ni konkurenti desa ham bo'laveradi, analigi desa ham bo'laveradi yoki kopiyasi desa ham bo'laveradi, faqat o'zini brendi bilan chiqariladi. Qani ovozim yozyaptimi ekan? 2x da? 2x qildi. Yaqin ko'rinyapmanmi? Yaxshi. Yaxshi. Hamma yaxshi ko'rinyapti, bu ham yaxshi ko'rinyaptimi? Gapiraymi, nima gapiray? Ochilmayapti, xullas bu yaxshi. Har xil lentalari ko'p ekan, lekin shu yerda boshqacha, qani. Bismillah. O. Bu kerak emas bizga hozircha. Bu plastmassasi. Mana o'rtoqlar, Hopkoni yaqinroq olib kelsangiz, operator. Mana. W35 Max degan mana Hopkoniki premium produkt deyapti. Demak, mana shu qog'ozchasi. Undan tashqari bizda mavjud ichida mana bunaqa hop provodnoyi mini jack deydimi? Hop naushnikniki xullas. Bu o'sha kompyuterdan yoki telefoningizdan to'g'ridan-to'g'ri urilsa bo'ladi. Zaryadga ham ishlaydi. O'sha 90 soat degani o'sha zaryadi. Xo'p, keyin biz zaryad qilish. Zaryadnikning o'zi yo'q. Любой bitta zaryadkaga переходникka shunday qo'yib zaryad qilaverasiz. Mana naushnikimizning o'zi. Va men tiqirilib qolibdimi? Kir ekan. Mana o'rtoqlar, bunda shuma подавление bor. Bu qanaqa darajada ishlaydi, qanaqa darajada ishlamaydi, hozir bilamiz. Yoqib ko'raylik buni. Bismillahirrohmanirrohim. Ha, yonda hozir bu. Bizga endi hozir tomonga o'ting. Hozir men buni taqaman, o'rtoqlar ko'rsataman. Bundoq chiqadimi ekan bu? Qayerdir bossa chiqish kerakmidi? Ha, o'zi shundoq chiqargan mana. Qani, bismillah. Ko'rinishi qanaqa o'rtoqlar? Hozir bunda bir. Hozir yondi. Bitta test ko'ramiz. Shuma подавленияsi fash kuchli ekan buni. Taqinda aka. Xo'p. O'rtoqlar, mana buni yonboshdan ko'rinishi, xo'p, bu tomondan va orqadan ko'rinishi. Ko'rib turibsizlar? Buni balki bu tomoni bilan taqar, men bilmayman. O'ziga qulay tomoni. Knopka masalan menga o'ng tomonimga qulay. Shuning uchun men buni o'ng tomondan taqaman. Mana shunaqa qilib, xo'p. Endi biz YouTubedan biror narsa eshitib ko'ramiz. Baslari bilan yaxshi, chotki baslari bilan. Faqat bunda ovozim o'zimning ovozim zo'rg'a eshityapman, tashqaridan shovqin eshitmayapman. Shovqinni blok qilgan, lekin bu funksiyani doimiy ishlatish odamning sog'lig'iga zarar, shuning uchun buni o'chirishni qidiryapman. Kim shuni, shuma подавлениясini o'chirishni bilsa, aytinglar. Men o'chira olmadim. Ovozni chetdan kuchaytirib pasaytirsa bo'lar ekan. Yo'q. Quloqim terlab ketyapti. O'rtoqlar, o'ziga yarasha minusi bor. O'zi 200 minglik naushnikdan nima kutuvding degan savol bersalaring ham o'rinli bo'ladi. Tashqarilarda, ko'chalarda, yugurgani borganda, zalda uncha-muncha ishlatsangiz bo'ladi. Va ish qilish uchun endi men sinab ko'raman. Ko'rishamiz, buni ishlatib test qilib ko'raman va imkon bo'lsa mana shu videoga qo'shaman. Agar qo'shmagan bo'lsam, demak videoni tezroq chiqarib olgan bo'laman. Charchamanglar, ko'rishamiz. Hormaylar, o'rtoqlar, charchab qolmayapsizlarmi? Kechagi naushnik bo'yicha ozgina fikrlarim bor. Siz uchun bu 5 daqiqa, men uchun 1 kun. Va ishlatib ko'rdim. Ofisda qolganligicha bugun kelib ishlatdim ancha. Buni birinchi plyus tomondan aytamiz. Naushnik
narxi arzonroq 200 ming so'm atrofida. Siz buni 150 ming so'mga ham topishingiz mumkin. Va dizayn juda ham chiroyli. Masalan, menga dizayn rosa yoqdi. Bu regrovkasi ham yaxshi ishlayapti, mana. Chotki ishlayapti. Unaqa ortiqcha qanaqadir narsalar yo'q. Chotki aytganingizdek turib beryapti. Ko'rinishi ham yomon emas. Ya'ni juda tufta naushnik emas, sal premium naushnik turgandek bo'ladi qulog'ingizda va ovozni blok qilishi, shuma подавление funksiyasi o'zi o'chirib bo'lmaydigan uni. Men o'chira olmadim. Agar siz o'chirish bilsangiz, izohda yozib qoldiring. Yaxshi ishlayapti. Ancha ovozlar to'shyapti. Menga yoqdi. Narxi budjetni, sifati o'rtacha. O'sha ovozni sifati yaxshi, o'rtacha emas, ovoz sifati yaxshiroq. Yana nima plyusi bor? Nima plyusi bor yana? Plyusi dizayni. Dizayn aytdim, narxini aytdim, narxi arzonroq dedim. Ko'chada taqib yurishga ham menimcha bo'ladi, to'g'rimi? Ko'chada taqib yursangiz ham haliga uyaltirib qo'yadigan naushnik emas. Yaxshi. Kim ovoz regrovkasi mana shu yerda bor ekan. Plyus tomondan yana bitta narsa, Bluetoothdan tashqari mana bunday kabel orqali, AUX kabel orqali ham ishlaydi, mana. Shuni osib qo'ysizlar, kompyuterga to'g'ridan-to'g'ri ulab ishlataverarsizlar. Va shunda ovoz kechikishi juda minimallashadi. Ovoz kechikmaydi deyarli. Yana bitta plyusi buni 90 soatgacha ishlab beradi deb yozilgan korobkasida. 50 soat ishlasa nima sizga? 3 kun ishlasa nima sizga? Zo'rmi 3 kun? Kuniga 2 soatdan, 3 soatdan ishlatasizmi bilmayman. 3 kun ishlasa yoki ular aytgandek 90 soat tinmasdan musiqa qo'ysa bo'ladimi menga bilmayman, lekin zaryadi zo'rligi menimcha aniq. Xo'p, mana shunaqa plyus tomonlari. Endi minus tomonlariga keladigan bo'lsak, birinchidan Bluetooth bo'lganligi uchun Bluetoothdan kompyuterdan narsa ko'rsam, kontent ko'rsam, ovoz kechikyapti. Ovoz kechikkanini men his qilyapman. U labida pichirlayapti, ovoz o'zi keyin kelyapti. Bu o'zi katta minus. Ovozni bilmayman buni qanaqa to'g'rilaydi, lekin ovozni to'g'ridan-to'g'ri deyarli sinxron ravishda ishlaganda zo'r bo'lardi. Ikkinchi minusi quloqni qizdirib yuboryapti. O'rtoqlar, mana men yarim soat taqsam, mana shunday. Mana shu qulog'imni yon atrofi qizib ketyapti, isib ketyapti. Bu mana materialni bilmayman endi. Qanaqa sun'iy ko'jami bu? Bilmayman qanaqa material. Mana shu material quloqni qizdirib yuboryapti. Bu ikkinchi minusi. Shuma подавлениясini o'chirib bo'lmaydi ekan. Uchinchi minusi shuma подавлениясini o'chirib bo'lmaydi ekan. Bilmayman bu qay darajada muhim narsa siz uchun. Lekin ko'chada taqib yurishga обычный holatda shuma подавлениясini o'chirib taqsangiz ko'proq zararsiz bo'ladi sizga. Ya'ni ko'chadagi mashinalar, yo'lingizdagi kimdir chaqirib qolishi bor, boshqa bir har xil xavflarga tushmaysiz agar shuma подавлениясini o'chirib bo'lsa. Yana qanaqa minuslari bor bu naushnikni sizlar yozib qoldiringlar. Balki batareykasi balki tez qirilib ketar, balki mana bu narsalar sifatsiz tez sinib qolar. Nima minuslari bor? Yana aytinglar. Boyagi plyusiga yana bir ikki narsa qo'shib ketsak, mana bu yerda mana chip tushadigan joyi ham bor ekan. Flash karta deb qo'yadi. Ko'rinyapti? Mana shu flash kartani qo'yib qo'shiq eshitsangiz yoki biron narsa eshitsangiz bo'lar ekan. Yaxshi. Xo'p, olganim, men buni xarid qildim o'zim uchun. Nima deb o'ylaysizlar? Olganimdan xursandmanmi, yo'qmi? To'g'risini aytsam, 200 mingga arzimaydi ekan. 200 mingga qanaqa naushnik kutdingiz? Endi har holda bundan yaxshiroqni kutdim. Xo'p, o'rtoqlar 200 ming so'mga qanaqa naushnik olish mumkin? 200 ming so'mga ChatGPT bilan gaplashuvdim, bir nechta variantlar berdi. Siz o'zingiz ChatGPT bilan gaplashib yoki internetdan ko'rishingiz mumkin. Meni umumiy yakuniy fikrim esa 200 ming so'm uchun 204 ming so'm uchun ushbu naushnik unchalik arzimaydi. Lekin sababi bor o'ziga yarasha. Masalan, sizga agar bu naushnikning ba'zi men aytgan funksiyalari, ba'zi narsalari kerak bo'lsa olishingiz mumkin. Sizga arziydi. Lekin umumiy qilib aytganda 200 ming so'm uchun bu naushnik arzimaydi. Agar siz kompyuterda ishlamoqchi bo'lsangiz, alohida kompyuter uchun provodnasi, ya'ni kabeli bor naushnik olganingiz yaxshi, chunki uzoqroq muddat ishlaysiz, qulog'ingizni og'ritib qo'ymaydi. O'ziga yarasha og'irligi ham bor buni va qulog'ingizni qizdirib yubormaydi o'sha 200 ming so'mlik naushnik. Bu naushnik esa qulog'ini tez qizdirib yuboryapti va o'ziga yarasha og'irligi bor. Kimlar uchundir bu narxga
bu naushnik kerak va ularga o'zlaring bilasizlar, olishlaring mumkin. Mana chip qo'ysa bo'lar ekan. Naushnik kabeli, AUX kabel tushadi. Zaryad 90 soatgacha yetadi. Ovoz chiqarishlari yaxshi, bas chiqarishlari. Lekin menga o'xshab agar kontent ko'rmoqchi, video montaj qilmoqchi bo'lsanglar, men tavsiya qilmayman, chunki ovoz kechikadi Bluetoothda va u kontentni mazza ko'ra olmaysiz. Shuning uchun buni originalni olish kerak. To'g'rimi? Charchamanglar, sizlar bilan shunday qisqacha obzor bo'ldi. Yana qanaqa mahsulotlarni obzorlari sizlarga qiziq? Izohlarda yozib qoldiringlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.